O'rtoqlar, sizlarga Nurafshon shahri, ya'ni Toshkent viloyati Nurafshon shahri viloyatimizning markazidan sizlarga 5 sotuvli yaxshigina yokida bir ikkita aka-ukaga ikkita uchastka qilib qo'yadigan yer topib qo'ydim. 5 sotuvli. Narxini ham cho'zib o'tirmaymiz. 3800 dan qo'yishyapti sotig'ini. Yana ozgina o'tib beradigan, kelishtiradigan joylari bor. Xullas mana bu yerda asfalt. Ko'ryapsizlar. Asfaltlarni ham zo'rni qurib qo'yishgan. Bemalol katta mashina oladigan bo'lsangiz ham mazza haydayversangiz bo'ladigan joy. Ya'ni Qumariqdamiz. Qumariq mahallasi esa ko'pchilik bilishadi. O'sha mikro kreditni ro'parasida ko'chadan где-то 1 kilometr kirdik aka, mana shu tomonda. Keyin mana shu joy. Mana ko'rayotgan joyingiz mana setga o'ralgan. Akalar qaranglar, ahamiyat beringlar, setga o'ralgan. Mana shu joydan. No, narigi setga yaqinlashtirib ko'rsating aka o'shani. Ola daraxtgacha, bu yo'ga daraxti. Mana bu yoqdan polni kecha. Mana shu fasollar ham ekib qo'yishdi akalar. Xo'p, kadastr dokumentlari hamma narsasi zo'r holatda. Kelasiz bemalol hammasini xarid qilib, mana shu bir uy-joy qilib vatan qilib olsangiz bo'ladi. Yaxshi joylar, alhamdulillah, uzr. Yaxshi joylar, qo'shnilar yaxshi, ko'chalar yaxshi. Maktab, bog'cha hammasi yaqin joylashgan. Aniq lokatsiyalarni Telegram kanalga tashlab qo'yamiz. O'sha yerda o'tib olsanglar, xudo xolasa, bemalol aniq joylari, aniq lokatsiyalari kelib chiqadi. Xullas, olgan odam ham, sotgan odam ham baraka topsin. Sekin obzor qilib ichkarilarni ko'rsataylik. Kadastrlari zo'r ekan, asosan. Mana shu joy. Chegara mana shu joy, mana bu joydan boshlanar ekan. Ko'rayotgan joyingizdan chegara ekan mana. Mana shu joydan chegara bu yog'i boshlanar ekan. 5 sotuvli joy. Agar ikkita aka-uka bo'ladigan bo'lsa, qarang. Ikkitaga bo'lib yaxshi 2,5 uchastka tushirib olsa bo'ladi. Sotig'i 3800 so'rashayotgani bilan yana ancha o'tib beradigan, demaylik, yana ozgina baraka qiladigan joylari bor. Qarang, pomidorlar ekib qo'yishgan, bu yoqda fasollar ekilgan. Orqalarni ko'rayotgan bo'lsa, terelar ko'ryapsa, orqasida ariqlar ham bor. Hozir buni ko'rsatishga imkoniyat bo'lar-mikin, ko'ramiz buni ham. Ariqlar oqib turibdi, orqada pol, yana domlar ko'rinyaptimi, ko'rmayaptimi? Aka qarab shuni qarangchi. Nurafshonni domlari. Orqada Nurafshon domlari, o'shandan bir o'shanga yetamiz. 1 kilometr bu yoqda mana shu mahalla. Qumariq mahallasi. 5 sotuvli joy. Xudo xolasa, olgan odam ham, sotgan odam ham baraka topadigan, mazza qiladigan joy. Yerlari ham hosildor. Xudo xolasa, olib qo'ysangiz inshaalloh ikkita aka-ukaga bemalol uy-joy chiqarsangiz bo'ladi. Biz oki bu yoqqa bora olamizmi? Nima deysiz? Ketdi, yuring. Bu yoq tomonlarni ham ko'rsataylik. Mana shu joylarda olgan odam faqat fasad nechi xata bo'laysiz aka? Yo'q. Bir 20 dan oshiq, ha? 20 dan oshiq. Mana daraxtlari. Shundami? Bu joyda ozgina ya ariq bormi, nimadir bor. Hoppa. Tavakkal qilaymi aka? Ya, bismillah. Ariq bor ekan, suv bor ekan, ehtiyot bo'lasiz. Bu endi orqa tomonlari, akalar, orqa tomoni. Aytganimdek, bu yog'i televizorlar mana. Orqa tomoni o'sha ham orqa tomon dala bo'lib yotdi, ochiq dalalar, qarang. Kamerada ko'rsatib olasizmi? Bu naryoqda domlar. O'sha SQB, Agrobanklar hammasi ko'rinib turadi mana. Nurafshonni yaxshi va sentr joylaridan. Olgan odam faqat baraka topadi. Like-ni bosib qo'ying. Yer izlayotgan tanishlaringiz, yaqinlaringiz bo'lsa, shu videoni ularga olib tashab qo'ysangiz,
kimdir yerli bo'lishi mumkin. Kimdir katta oila bo'ladigan bo'lsa, ikkita aka-ukaga shu yerga yer qilib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun like-ni bosing, linkini olib, shuni tashab qo'ying. Bizga obuna bo'lmay ko'rayotganlar bor, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun doim zo'rlarni, yaxshilarni ko'rsatib boramiz. Hammaga rahmat. Haqiqatan yaxshi joylar ekan.